Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. Winstonның yüzü birdemdila şəlpərdə qızırıb, көзден yosh chiqib ketdi. Bu bir nima kislotadak ochiq bo'lib, ishkanda dastlabda xuddi orqa mangisiga soqchining rezinka qaltiki bilan qattiq birni yegandek tuyg'u paydo bo'ladi. Orqadan qo'rsig'idagi kuyishgandek beoromlik xeli yengillab, dunyo xeli ko'ngillik bilinib qoladi. U Zafar sigareti degan xat besilgan, mijilib ketgan qopdan bir tal sigaretni chiqardi va diqqatsizlikdan ta'tir tutib sağaşqa, ichidagi tamakisi to'kilib ketdi. U yana birini sug'ardi. Bu da undaq bo'lmadi. U hujra uyiga qaytib kirib, ekranning sol tarafiga qo'yilgan kichik ustalning oldida o'tirdi va tortmasidan bir qalam qo'yg'uch, bir duvat siyah va texi xat yozilmagan cho'ng, qalin xotirdan birini oldi. Xotirning kayni muqovisi qizil, oldi muqovisiga marmar tosh guli naqshi besilgan edi. Nimishqikin tang, hujra uyidagi ekranning o'rni sal boshqacharak edi. U boshqa uylarnikidek hujraning hamma yerini ko'gilib bo'ladigan uduldagi tamga o'rnatilmasdan, darizning udulidagi tamga o'rnatilgan edi. Ekranning bir tarafida bir o'yman joyi bor edi. Winston hozir dal mush yerda o'tirug'liq edi. Balkim dastlabda bino selinganda kitob ishkabi qo'yishga chiqarilgan yer bo'lsa kerak. Winston mush yerda oldig'iroq o'tirsala, ekranning ko'rish doirasidan chiqib ketalaydi. Albatta, ovozini yanada qabul qila oladi. Shundaqdimi, u mush yerda o'tirsa, hech bo'lmasa ko'rinmaydi. Balkim dal mushu o'yman sababidanmi u hozir tutunmoqchi bo'lgan ishiga bel bog'ladi. Ammo uzunning yoqi uning bu ishni undab turgani, avu alayli chiroyli xotir edi. Xotirning siliq qog'ozi azroq ko'nrab sarg'ayib qolgan bo'lib, uningga oz degandimi 40 yil bo'lganligi chiqib turadi. Winstonning farzicha xotira uningdimi ko'n edi. U bu xotirni shaharning hozir qaysi rayonligidimi aslayolmaydigan Namrat rayonining biridagi bir axlat do'konining derisida ko'rgan va ko'ribla ko'ngliga o't tushgan edi. Odatda partiya a'zolari bundaq odatdagi do'konlarga bosib bo'lmaydi. Bu odatda erkin bozorda ilm setim qilish deb ataladi. Lekin bu belgilama unchavala ching tutilib ketmaydi. Chunki saqal tig'i, bo'g'uch degandek nurg'un ushshaq-tushak lozimatliklarga boshqacha yo'l bilan erishgili bo'lmaydi. U ko'chaning ikki beshiga jiddiy qarayotgandan keyin do'konga g'ippada sho'ng'gan. Uni $2,5 setib olgan edi. U chaqda bu xotirni nima maqsadda setib olganligini o'zimi aniq deb beramaydi. U xotirni bir xil jinoyat tuyg'usida so'mkisiga sog'inicha uyiga akelgan edi. Gerçi uningga hech nima yesilmagan bo'lsa-mu, u yanala bexatar mulk emas edi. U hozir bir kundalik xotir boshlab qo'ymoqchi. Albatta, bu qonunsiz ish emas. Albatta, bu yerda qonun bo'lmaganlikdan hech qanday ish qonunsiz emas. Ammo bayqilibli qolsa, tabiiyki o'lim jazosi keladi. Bo'lmagandimi, emgak bilan o'zgartirish lagerida 25 yil yotadigan gap. Winston qalamni qalamdonga tiqib, ustidagi yuqindilarni sho'rab chiqaribdi. Hozir qalam allaqachon asar atiqiga aylanib qolgan. Imzo qo'yishdimi, unchavala ishitilib ketmaydi. U bir tal gongbi qalamga to'limi tasda o'g'irliqcha erishib olgan bo'lib, uningcha bundaq siliq mayliq qog'ozga siyoh qalamda emas, faqat mushundaq haqiqiy gongbi qalam bilanla xat yozishga arziydi. Amaliyotda u qo'lda xat yozishga odatlanmagan edi. U qisqa askarmilardan boshqa har qanday narsani anglab urush mashinasida yozadi. Albatta,
Onun hazır qiladigan ishi uchun u mashinani ishiltish mumkin emas. U qalamni siyohga chiladi va bir necha sekund to'xtab qoldi. Bir titrak uning topinidan kirib, cho'qqisidan chiqib ketdi. U qat'iy niyatga kelgan edi. U kichik kolampay harflar bilan yozishga boshladi. 1984 yili 4-aprel. Winston keyniga yo'linib o'tirdi. Uni to'limi ig'ir g'ayriblik bosdi. Amaliyotda u navbatdagi vaqtning 1984 yili ekanligiga aniq jazm qilinmayotdi. U yeshining bu yil 39 yosh ekanligiga 1944 yili 1945 yili tug'ilganligiga jazm qila oladi. Şoňa u hazır çoqum 1984 yillari atrofi deb o'ylaydi. Ammo bu kunlarda yilni bekitkanda birer 2 yil ilgari keyin bo'lishi muqarrar edi. U tuyuqsiz o'ylab qoldi. Bu kundalik xotirani u kim uchun yoza? Kelgusi uchun, tug'ilmaganlar uchun. Uning o'y xiyoli bu aniqsiz chislar haqida qisqala chugilgandan keyin yangi tildagi ibora qo'sh tafakkur ustida to'xtab qoldi. U qilayotgan ishining qanchalik mushkul ekanligini tunji qatim his qildi. U kelgusi bilan qandoqmi aloqa qila olsin? Bu aslida mumkin emas ish-ku. Kelgusi balkim hozirga o'xshashi mumkin. Undaq bo'lganda uning yozganlariga hech kim nazarini selibmi qo'ymaydi. Balkim hozirga o'xshamasliqi mumkin. U holdimi o'xshashla. Uning kelgusi haqidagi bishoratlarining texmi qimmati bo'lmaydi. U xeyli uzungacha qog'ozga qarab o'tirdi. Ekrandagi ovoz quloq mingini yeydigan jiddiy ritmliq harbiycha muzika almashdi. Qiziq. Uningda o'zini ifodalayaligidek kuch qolmagandek qiladi. Hatto u demakchi bo'lganini unutib ketgandek qiladi. U bir necha hafta mobaynida mushu daqiqa uchun tayyorlik qilib kelgan edi. U bu ishga faqat jur'atdan boshqa narsa lozim emas deb o'ylagan edi. Qog'ozga tushirish qarmoqqa qiyin emas edi. Faqat qo'lisidagi yillar mobaynida davomli bo'lib turadigan monologlarini yozsa bo'ladi. Ammo shu topda u monologlarni qurib ketgandek edi. Onun üstüge onun hoşqidagi yarısı chidog'siz qichishishga boshladi. Ammo qoshlayolmaydi. Unda qilsa u yara texmi shalvarab ketadi. Vaqt o'tmoqda. Uning kalisi qop-quruq. U hozirning o'zida oldidagi oq qog'oz, qichishayotgan yarısı, avu boshni yoradigan muzika va haraqning ozdula xush kayfligidan boshqa hech narsani anqiramaydi. U tuyuqsiz alman-talman yezishga kirishib ketdi. Nimalarni yezayotganligini o'zim aniq bilmaydi. Uning to'limi ushoq, bolacha pochurkisi qog'ozga irmash-chirmash tushishga boshladi. Dastlabida cho'ng harflarni yezishni unutib qoldi. Keyincha tinish belgilari bilanmi kori bo'lmadi. 1984 yili 4-aprel oldingi oqshimi. U kinoxonaga borgan edi. Hammasi urush kinolari edi. Kinoda O'tir dengizining ma'lum bir yerida butunlay asirlar bilan to'shqan bir paraxotning bombardimon qilinganligi tasvirlanadi. Tomoshabinlar to'limi yo'g'on, semiz bir odamning suv uzgunicha o'zini qo'g'layotgan bir tik uchardan qichiyotganligidan hozirlashib ketdi. U kilangsiz degan cho'shqisidek, u kilangsiz dengiz cho'shqisidek hozirab o'midab qochadi. Orqadan u qurolning durbunidan ko'rindi va butun badani o'tmi to'shik bo'lib, yenidagi suvlarni qip-qizil bo'yvatdi-da, hash-bash degicha suvga g'arq bo'lib ketdi. Uning badandagi to'shiklardan kirayotgan suvlarmi aniq ko'rindi. Tomoshabinlar u cho'kib ketayotganda qiqa silib kulishib ketdi. Uningdan keyin lipmiliq bola bilan to'shqan bir qutquzish qo'lviqi ko'rindi. Uning ustida bir tikuchar oylanib yuradi.
Балаларның арасында 3 yaşlar çağımısıdaki oğlunu kucaklığınca, otur yaşlardaki bir Yahudi ayal tızılınıp oturatdı. Bala korkundan çırqıraydı ve ayalının köksünün arasına kirip ketidigandek beşini nıqtab tıqqınıca onunğa çıng çaptışıp alğan idi. Ayal özümü qorqub, tatırıp ketken bolsumu balaga təsəlli berib atatdı və xuddi belki oqni to'sib qalalaydigandek balani mahkam quchoqlab olgan edi. Tik uchardan qo'lboqqa 20 kilogram og'irlikdagi portlatqich tashlandi. Gum qilgan ovoz bilan tang qo'lboq par bo'lib ketdi. Ondan bir balaning uzilgan belgining havoga ko'tarilgan ko'rinishi chiqdi. Tikucharning uchiga o'rnatilgan kamera cho'qim bu ko'rinishni ilib olgan bo'lishi mumkin. Partiya a'zolari o'tirdigan oldingi ratdan olqish sadolari yangrab ketdi. Ammo tuyuqsiz proletarlar o'tirdigan tarafdan bir ayolning "Buni kichik bolalar qo'yib bermaslik kerak, bunda qilish durust emas" deb cho'qin ko'targani anglandi. Hash-bashtügicha saqchilar uni elib chiqib ketdi. Hech kimning bu ish bilan kori bo'lmadi. Meningcha, uningga hech nima bo'lmaydi. Mana bu tipik proletarlarcha inkas. Ular azaldan hech qanday ishqa. Winston yetishdan to'xtadi. Bo'ynining og'rib ketganimi bir sabab edi. U zodi qandaq narsaning o'zini bu ahdatlarni yezishga undiganini bilmaydi. Ammo qiziq tuyulgani u bularni yezayotganda tamamen o'xshamaydigan boshqa aslamalar uning kallasida zohir bo'lishga boshladi. Hatto u mushlarnimi yozay deb o'yladi. O'zining uyga qaytib xotir yezishni qaror qilishiga haqiqiy sabab bo'lgan heliqi ish endi tuyuqsiz uning esiga tushdi. Ashundoq tushuniksiz ishnimi tilga og'udak ish degili bo'larmi? Bu bugun atdigan ministerlikda yuz bergan edi. Saat 11 ga yaqinlashgan chaq. Winston ishlaydigan arxiv boshqarmasi. Hammaylan 2 minutlik nafrat faoliyati uchun kichik ishxonalardan o'rindiq elib chiqib, zaldagi cho'ng ekranning oldiga tizib atdi. Winston o'tirratning biriga o'tiray deb turishiga zalga ikkilan kirib keldi. Winston gerçi ular bilan birer ig'iz paranglashib baxmagan bo'lsa-mu, ularni qarabla tonidi. Ularning biri doim mushu koridorda mengib yuradigan qiz edi. Winston uning ismini bilmaydi, ammo uning roman boshqarmasida ishlaydiganligini biladi. U bu qizni koridorda bir necha qitim qo'llari may, kulush ko'tarib olgan holatda ko'rgachga, uni roman yozadigan mashinaning birer mexaniklik xizmatini qiladigan o'xshaydi deb o'ylaydi. U qarmoqqa qo'pol, chochlari qora, yuzi sapkun, harakati chapdas. 27 yoshlar chog'misidagi qiz edi. 27 yoshlar atrofidagi qiz edi. Uning xizmat formasining sirtidan o'ralgan qizil belvoq. Shahvoniylikqa qarshi yoshlar uyushmasining belgisi. Xili ching bo'g'ashqa kossasi ko'tarilib turadi. Ko'rgan dastlabki daqiqadan boshlabla bu qiz Winstonga yoqmagan edi. Buning sababi bor, albatta. Bu qiz nagil bo'lsa, odamga kaltak top maydoni, so'g'uq muncha, dala yurishlarini eslatdi va hech nimaga parvo qilmaydigan bir xil so'g'uq muhit, kayfiyat paydo qiladi. Winston asosan barliq ayollarni, bo'libmi yosh va chiroyli ayollarni yoqtirmaydi. Ayollar, bo'libmi yosh ayollar partiyaning eng sodiq agashkuchilari. Şu arlarga shaksiz ishonguchilari va ishdan sirtqi pidoi ko'z quloqlari edi. Ammo bu qiz Winstonga hammadan xatarlik, qo'rqinchli tuyuladi. Bir qatim ular koridorda uchrashib qolgan va bu qiz uningga qargan edi. Shu qarash Winstonning yuragiga qattiq sanjilgan. Butun vujudini ajoyib bir qo'rqinch chulg'ib olgan. Hatto Winstonning kallasiga o ideya saqchisi bo'lishi mumkin degan xiyolmi kelgan edi. Biroq amaliyotda bundaq bo'lishi ehtimolli to'van edi. Bundaq bo'lish ehtimolli to'van edi. Ish qilib,
Onunğa yaqinroq yerda tursila, Winstonni bir xil beoramlik, vahima va o'chmanlik tuyg'usi chulg'ib oladi. Yana bir aylan O'Brien ismli er kishi edi. U ikki partiya a'zosi va hatto Winstonmo o'zi aniq bilib ketmaydigan nihoyat muhim xizmatlarga mas'ul odam edi. Qora forma kiyib olgan bu ikki partiya a'zosi yaqinlashib keldi. O'rindiq atrofidagi kishilar o'pir-to'pir bo'lishib ketdi. U nihoyat baslik, yuzi qo'pol, surlik, shundaqdimi yana yumoristik ko'rinadigan kishi edi. Gerçi əbdi sürlük görünsümü, yürüş-turuşu jalibkar görünətdi. Onun burni üstüdeki közəynikini pat-pat yuqırıq ittirib qoyduğan adeti. Nemişqikin adamga ehtiyat qılmasımı boludığandək bir xil xatircəmlik tuyğusu ata qılatdı. Onun bu hərəkəti əgər başqalarmı şundaq oylasa, adamga 18-ci əsrdəki aqsüngəklərinin yendikilərə g'ansini sunğununu əsiltətdi. 10 neçə yıl içində Winston O'Brienni faqat shu neçə 10 qitimla ko'rgan edi. Winston O'Brienning o'zini qattiq jalb qildiganligini cho'nqur his qildi. Bu hargizmi O'Brienning sipoyi yurish turishi bilan boks chempionlarininkidak bastining ro'shan selishtirmasi tufaylidan emas, balki u bir yoshurun ishonchdan yoki Winstonning O'Brienning siyosiy sadoqatining u darajada qat'iy emasligiga bo'lgan umididan kelgan desak, bakrak muvofiq bo'lishi mumkin. O'Brienning chiroyidagi ba'zi alomatlarmi shuni ko'rsatib turadi. Balkim uning chiroyidagisi uning sadoqatsizligining emas, balki farosatining alomati bo'lishi mumkin. Qandaqla bo'lmasin, agar ekranning ko'zini bo'yab, uning bilan yolg'iz qolgudak fursatga erishgili bo'lib qolsa, u odam sirlarini to'kvatkisi keladigan kishi edi. Winston bu farzni isbotlashga kichkina bo'lsa-mu urinib boqmagan edi. Amaliyotda undaq qilish mumkin emas edi. Bu chaqda O'Brien qo'lidagi soatga qaradi va 11 ga yaqinlashganligini ko'rdi. U bu 2 minutlik nafrat faoliyatida mushu arxiv boshqarmasida bo'lishini qaror qildi. Ve Winston'dan 2 o'rindiq yiroqlikdagi o'rinda o'tirdi. Ularning orasida Winstonga qo'shni ishxonada ishlaydigan qum seriq chashliq, vijik ayol bor edi. Qora chashliq heliq qiz dal Winstonning keyindili edi. Ekrandan odamni surib bostiradigan, maysirab ketgan g'oyat zo'r mashinaning ovozidek bir nutq anglandi. Bu odamning tishini jaqildatib, Çaşlarını tek turğuzib etadigan ovoz edi. Nafrat faoliyati boshlandi. Har doimgidek xalq dushmani Goldsteinning chiroyi ekranda ko'rindi. Pastdagi yig'in ahli orasida bu yandan isqirtishlar boshlandi. Qum seriq chashliq, vijik ayolning chiroyi qo'rqqan va saskingandek purishib ketdi. Goldstein uzun zamonlar ilgari qanchalik uzoqligini hech kim bilmaydi. Aslida partiyaning Xo'jakam bilan tang darajalik rahbarlarining biri ekan. Keyin o'ynib xoin bo'lib ketgan va partiyaga qarshi ish harakatlar bilan shug'ullangan ekan. Tutilib o'limga hukm qilingan bo'lsa-mu, qandoq bo'lgan tang qechib ketgan va shuningdan e'tiboran g'oyib bo'lgan ekan. 2 minutlik nafrat faoliyati har kuni farqli ib berilsa-mu, har qitimda Goldstein yanala asosliq nafrat nishoni edi. U partiyaning safligini eng boshda bulg'agan eng cho'ng xoin edi. Partiyaga qarshi barliq suiqasd, o'yinish, dushmanlik, buzg'unchiliklar, boshqa zaharlik ideyalar Goldsteinning ta'limotlarini manba qiladi. U ma'lum yerda chet eldagi dushman kuchlarning yordamida o'zining partiyaga qarshi suiqasdlarini planlayotdi. Balkim dengizning u tarafida bo'lishi mumkin. Hatto ba'zi so'z cho'chaklarda u okeaniyaning ma'lum joyida yoshirinib olgan bo'lishi mumkin degandek gaplar bor edi. Winstonning ko'ksi siqilgandek bo'ldi. Winston doim Goldsteinning yuzida to'limi azob chekayotgandek bir ifodani ko'radi. U bu o'ruq yuzlik Yahudi edi.
u bir o'riq yuzlik Yahudi edi. Cho'qqisida quyuq oq choch halqisiman o'rin olgan. Zangqida shalang o'shik soqol bor edi. U bir aqlli odamning chiroyi edi. Ammo yanala tegidan razillik chiqib turadi. Uzun burutlardan yaşanğanlarga xos bir xil hang vaqtliq alang ketdi. Burnining eng ustiga ko'zoynak qo'ndirilgan. Yuzi qo'yning yuziga, hatto ovozimi qo'yning ovoziga o'xshaydi. Goldstein doimqidek partiyaning ta'limotlariga zahar xandilarcha hujum boshladi. Bu so'zlar shunchalik haddidan oshgan va bema'ni ediki, kichik bolami bayqab olaydi. Ammo bu gaplar odamni kollasi oddiroq kishilarni doimiga tushirib ketishimi mumkin edi. Ekan. Ehtiyotchan bo'lay degan tuyg'uga akilib qo'yadi. U xo'jakini haqoratlayotdi. Partiya diktatorligini tanqidlayotdi. Yavru Asiya bilan darhol tinchlik o'rnatishni talab qilyotdi. Söz erkinligi, nashriyat erkinligi, yig'ilish erkinligi, fikr erkinligi qatorliqlarni targ'ib qilyotdi. U inqilobga osiylik qilinganligini shikoyat qilib, soronglarcha to'g'layotdi. Partiyaning bayonotchilarining so'z uslubini tanqid qilgan. Ko'p bo'g'imliq so'zlarni ko'p ishlatadigan bu nutqda yangi tildanmi iboralar bor edi. Hatta u bu so'zlarni har qanday partiya a'zosidanmi ko'p ishlatdi. Shu vaqtning o'zida yana Goldsteinning bu tish palpal dabdabalik so'zlarining ta'sirida uning amaliy faoliyatidan dargumon bo'lib qolmasligi uchun uning keyinda Osiyocha chiroylardan tashkillangan sap-sap Yevro Osiyo armiyasining muzchiroy ifodasiz askarlari bir sapdan ekranga lappida chiqib yo'qab ketishga boshladi. Askarlarning marshga mangandagi o'tik ovozi Goldsteinning yiqimsiz ovoziga orqa ko'rinishi bo'lib berdi. Nafrat faoliyati boshlanib 30 sekund o'tmayla yerimdan ko'proq kishi g'azabdan vaqirab jahqirashga boshladi. Ekrandagi avu ko'rang qo'y chiroyga va uning keyindagi Yevro Osiyo armiyasining qo'rqinchli qudratiga chidab turg'ili bo'lmaydi. Uningdan boshqa Goldsteinni ko'rish, hatto xiyol qilib silishmi odamda tabiiyla g'azab va vahim paydo qiladi. Goldstein Yevro Osiyo yoki Sharqiy Osiyodanmi to'la nafrat obyekti bo'ladi. Chunki Okeaniya doim ularning biri bilan urush qilsa, yana biri bilan tinchlikda turadi. Halbuki to'limi g'alati ish shuki, har zaman, har kuni necha ming qitimlab sahna ekranlarda, gazet jurnal, kitoblarda Goldsteinning nazariyalariga raddiyalar berilib, dassab chaylanib, bema'nilashtirilib, axlatga aylantirib etilgan bo'lsa-mu, uning ta'siri hech pasaygandek emas edi. Uning qiziqadigan yangi ahmoqlar doim chiqib turadi. İdeya saqchilarining Goldsteinning planlashi va tashkillashi bilan qilingan buzg'unchilik, dushmanliklarni pash qilmaydigan kun yo'q edi. U davlatni og'dirishni maqsad qilgan cho'ng bir ko'langa armiyaning bir keng ko'lamdagi maxfiy yer osti suiqasd to'rining bosh qo'mondoni edi. Bu to'rning ismi Qarindoshlar edi. Yana u yer bu yerda maxfiy tarqalib yurgan Goldsteinning buzuq ta'limotlari tashviq qilinadigan bir qo'rqinchli kitobning baliqi to'g'riliq so'z cho'chaklarmi tarqalib yuradi. Aytilishicha, u kitobning mavzusi yo'q ekan. Kishilar uni faqat kitob deb ataydi. Ammo hammaylar buningdan faqat mushundaq so'z cho'chak orqali xabar topadi. Goldsteinni yoki uning heliqi kitobini odatdagi har qanday partiya a'zosi oshkora tilga ilishdan amalba o'zini qochiradi. Faoliyatning 2-minutida nafrat bildirish asabiylik darajasiga ko'tarildi. Kishilar o'rindan turib sakrashga, qorni yirtilgudek yuqori ovozda vaqirashga boshladi. Avu vijik,
qumseriq chash xotin oldi burun qizirib, aplesin rangiga kirib qolgan. Eg'izlari qirg'oqqa chiqib qolgan beliqninkidek echilib yumilib turadi. Hatto O'Brayinning yuzimi chinqilib, qizirib ketgan edi. U o'rindiqida tüp-tuz o'tiradi. Uning tor mushtaq chin ko'ksi bir egizlab, bir pastlab, xuddi kuchlik to'lqinga qarshi kuchab turgandek ko'rinadi. Arqa o'rindiqdagi qora chashli qiz bo'lsa, "Cho'shqa! Cho'shqa! Cho'shqa!" deb vaqirab tillab, tuyuqsiz yendiki qilin yangi til lug'atini ekranga atdi. Ekranga atdi. Lug'at Goldsteinning burniga tegdi va orqaga yenib tushdi. Winston esiga kelib, o'zining atrofidagilar bilan birga vaqiravatganligini, so'njiqi bilan o'rindiqning orqa taxtasiga kuchab tepivatganligini bayqadi. Nafrat faoliyatidagi qo'rqinchli ish bu yerdagi umumiy xurja amalsizlikdan tang to'lash emas, balki dal aksicha o'zi xohlab ichiga kirib ketish edi. Uningga qatnashmaslik mumkin emas edi. Boshlanib 30 sekunddan keyin har qanday yasalmalik mumkin emas edi. Qo'rqinish va qisasxo'rlikdan paydo bo'lgan bir xil kayfiyat, qiynash, o'ldirish, yuzlarini bozg'an bilan mejvitishdek bir xil orzu istak, xuddi kuchlik tok iqimidek hammaylarga taraydi. Hatto hammaylarni o'z irodasiga xilof holda yuzlari tatirib, turilib ketgan, jon jahli bilan vaqiravatgan saranglarga aylantirib etdi. Shundaqdimi bu kishilar his qilayotgan g'azab nafrat to'limi abstrakt, obyekti mavhum edi. Her daim boshqa nishonga tig' uchini qartish ehtimolligi bor edi. Haqiqatanmi bir qatim Winstonning nafrati ekrandagi Goldsteinga emas, dal aksicha Xo'ja akaga, partiyaga, ideya soqchilariga burilib ketib qoldi-da. Qalbi ekrandagi hammaylarni tillayotgan tanha ozg'unga talpinib qoldi. Winstonning nazarida u yolg'on qaplagan bu dunyodagi haqiqat va ulug'liqning birdan-bir yagona muhofazachisi edi. Amdagi daqiqada u birdilla yendagi odamlarga jo'r bo'lib ketdi. Winstonga nisbatan partiyaning Goldstein haqida aytganlarining hammasi haqiqat edi. Bundaq vaqtlarda uningdagi Xo'ja akaga bo'lgan o'chmanlik tuyg'usi cho'qinishga aylanadi. Xo'ja aka uningga Osiyoga tutash chegarada bahayvat turgan, ammo ko'rgili bo'lmaydigan g'oyat zo'r, kuchli bir qo'g'dug'uchining simosiga aylanadi. Goldstein bo'lsa o'zi shundoq yolg'iz, bechora turib, hatto uning bor yo'qligi haqidagi gumon turuqliq so'zlarining qudrati bilanla bir butun madaniyat qurilmasini pochaqlab tashlay oladigan bir shum sehrlarga o'xshaydi. Bir shum sehrgarga o'xshaydi. Ba'zi chaqlarda kishilarning nafratini ba'zi fidoiy harakatlar bilan nishondan burib etkili bo'ladi. Tushida qor bosgan odam beshini tuyuqsiz yostiqdan silkib ko'targandek, Winstonmo nafratini ekrandagi chiroyidan keyindagi qora chashli qizga o'ngishli qarta oldi. To'limi suzuk, go'zal bir xayol uning kalasidan kechib o'tdi. U qora chash qizni rezinka qaltak bilan urib o'tirib etishni, to'rikka yalang'och bog'lab qo'yib, ulug' Sebastianga qilgandek, u qadimgi romanning saqchisi, eng dastlabda xristian muridlardan bo'lib, nurg'un askarlarni xristian diniga boshlagan. Podshoh bu ishni uqib qilib, uni to'rikka bog'lab, nurg'un o'qiya etib o'tirmoqchi bo'lgan. Ammo o'lmagachga oxiri qaltaklab o'tirib etgan. Xanzuch tarjimonning izohati. Nurg'un o'qiya bilan o'tirib etishni o'yladi. Hatto faoliyat qo'ynab qiyomiga yetganda, avval uningga bosqinchilik qilishni, ondan bo'g'izlab etishni o'yladi. U o'zining uningga nemishqa shuncha o'chtigini hamda bildi. Chunki u chiroyli, ammo satang emas edi. Winstonning uning bilan birga bo'g'isi bor edi, ammo bu mumkin emas edi. Uning nozik, inchki balri, kal,
bağrыңғы бас deydigan signal tarqıtıb turatdı. Amma onun belida paklığının sürlük simvolu bolmuş, adamның öçlükini keltirdigan qızıl belbaq bar idi. Nafrat bildirish yuqori pallaga chiqdi. Goldsteinning ovozi endi haqiqiy qo'yning ovoziga o'xshashga boshladi. Ko'zni yumib ochguncha uning yuzimi qo'yning yuziga aylanib qoldi. Uningdan keyin uning yuzi ekrandagi yo'g'on avtomatni tik tutib olgan. Nihoyat zabardast ko'rinadigan Yevro Osiyolik bir askarning ko'rinishiga singib kirib ketdi. U ekranga bakda yaqin turgan bo'lib, yilla chiqib ketadigandek ko'rinadi. Hatta oldin qiratdagi ba'zi kishilar jiddilashib orqasiga dojishib ketishdi. Ammo shuning bilan bir vaqtda hammadan deyishib yengilgandek bo'ldi. Ekrandagi qo'rqinchli askarmi O'jakining surtiga singib ketdi. U qora chochliq, qora burutliq, uzoyidan kuchlikligi chiqib turadigan, intayin sirliq, tamkin ko'rinadigan kishi edi. Surat nihoyat cho'ng bo'lib, yuzi ekranga liq kelgan edi. Hech kim O'jakining nima deganini anglamadi. U faqat bir necha ig'iz rag'batlantiradigan gaplarni qildi. Ovoz urush maydonidagi jaloqchilik, qiyoqas cho'qqanning orzidan kelayotgandek anglang'achqa aniq farqlantirgili bo'lmaydi. Ammo uning so'zlaganligini ko'rishning o'zla kishilarda ishonch paydo qilishga yetarli edi. Ondan keyin O'jakining yuzimi asta-asta suslashdi. Uning ustiga partiyaning yo'g'on xatlik 3 shuari ko'rindi. Urush tinchlikdir. Hurlik qulluqdir. Nodonlik qudratdir. O'jakining yuzi ekranda yo'qolib ketmay, bir necha sekund turdi va uning kishilarga beradigan ta'siri texim ro'shan gavdalanib, xeyli uzungacha davomlashdi. Winstonning keyindagi heriqi vijik ayol to'satdan o'zini oldidagi o'rindiqdan oshirib oldiga otdi va "Nijotchim" degan titrangi ovozda qo'llarini ekranga so'zdi. Ondan keyin olqini bilan yuzini sepidi. Aniqki, u duo qilyotdi. Bu vaqtda hammaylar to'limi past, osta, ritmli ovozda "bi bi" deb o'ng'ildashga boshladi. Ikki "b"ning orasidagi turg'u to'limi uzun davomlashyapti. Bu eg'ir surlik ovozga bir xil yavoylik yo'shirgan edi. Shuning bilan birga xuddi yalangoyoq topanlari bilan yerga dasavotgandek, orqalarida chavak chelvatgandek ovozmi anglatdi. Bu taxminan 20 minut atrofida davomlashdi. Bu odatda hissiyot yuqori pallaga chiqqan vaqtdagi o'zini qattiq tutib olishdan chiqadigan ovoz edi. Yana bir tarafdan bu O'jakining donoligi va ulug'ligiga o'qilayotgan madhiya edi. Ammo bu mohiyatda ritmli ovozdan foydalanib o'zini gipnoz qilish, ya'ni o'zini uxlatish, maqsadlik tuyg'usizlanish edi. Winstonda iç a'zolari muzlagandek bir sezim paydo bo'ldi. Bu 2 minutlik nafrat faoliyatida Winston o'zini bu o'pcha asabiylikka kirib ketishdan tutib qololmaydi. Odatdagi odamlarnikiga o'xshamaydigan bu "bi bi" degan ovozdan Winstonning vujudi qo'rqinchga to'ladi. Albatta, u boshqalar bilan birga tang to'g'laydi. To'g'lamaslikmi mumkin emas edi. Tuyg'uni yo'shirish, chiroyini kontrol qilib, boshqalar qilganini tang qilish badanning tabiiy inkosiga aylanib ketadi. Ammo ba'zi tasodifiy daqiqalarda Winstonning ko'zi uningga osiylik qiladi. Dal ana shundaq tasodifiy bir paytda bir alohida ish yuz berdi. Agar haqiqatan yuz berdi deyish to'g'ri bo'lsa, mana bugungi bu faoliyat jarayonida uning ko'zi tuyuqsiz O'Brayenniki bilan uchrashib qoldi. O'Brien o'rnidan turib, ko'zoynakini oldi va qoidadan taqidi. Mana shu sekundga yetmagan vaqt Winstonga yetarlik bo'lgan edi. U bilib qoldi. U O'Brayenningmi shu topda o'ziga o'xshash o'ylayotganligini bilib qoldi. Uchur xatosiz yetkazildi. Ikkilarning mingsi ichilib ketib, kolasidagi xiyollari ko'zlari orqali
bir-birining mingsiga qo'yilgandek bir ish yuz berdi. "Men sen bilan billa." O'Brien Winstonga shundoq da'vatqandek qiladi. "Men sening qandaq tuyg'uda ekanligingni obdan bilaman. Sening o'shmanliging, nafrating, saskinishingni bilaman. Ammo g'am qilma, men sen tarafda." Bu uchur almashtirish daqiqalari yana shundoq tezda oxirlashdi. O'Brienning yuzimi boshqalarnikiga o'xshash hech nimaning ufqili bo'lmaydigan ifodasiz holatiga keldi. Ifodasiz holatiga qaytdi. Yuz bergan ish mana mushu edi. Winston o'zimi hozir shundoq bir ishning yuz berganligiga jazm qilolmaydi. Bundaq voqealarning davomi bo'lmaydi. Siz bundaq ishlar orqali faqat partiyaning yana sizdan boshqa dushmanlarning borligini bila oladingiz va bir xil ishonch, umidga to'latdingiz. Balkim keng ko'lamdagi maxfiy harakatlar rost bo'lishi, hatto qarindoshlar haqiqatanmi mavjud bo'lishi mumkin edi. Sanoqsiz qo'lga elish, so'roq qilish, o'lim jazolaridan keyinmi qarindoshlarning faqat bir tush emasligini, mavjudligini aqlga sig'dirish mumkin emas edi. Winston ba'zi kunlari bunga ishonadi, ba'zi kunlari bo'lsa ishonmaydi. Barliqiga isbot yo'q edi. Ba'zida hojatxonalarning temiga jijilangan o'qish ta'z xatlar yoki maxfiy tinchilib qolgan dialoglar yoki hatto ikki odam ko'rishganda qo'llarining sal boshqacha midirlab ketishi deganlarning ko'rishish paroli ekanligi haqida so'z cho'chak bo'ladi. Ammo bular hech nimani bildirmaydi. Bularning hammasi faqat parazdilni iborat edi. Hatto bularning hammasi Winstonning o'zining xiyoli bo'lishi mumkin edi. U O'Brienga qayta qaramay oshxonaga kirib ketdi. Bundaq daqiqalik aloqani yana davomlashtirish uning kallasiga kiribmi chiqmadi. Hatto u qandoq davomlashtirishni bilgan taqdirdami, bu nihoyat xatarlik ish edi. Shu qisqagina bir yoki 2 sekundda ular ikki bisliq ma'lum ma'nolarni almashtirishdi. Yuz bergan ishning jimisi mana shu. Ammo hamma o'zining tanholigiga cho'kkan mushundaq chog'larda bu haqiqatanmi astin chiqmog'idek ish edi. Winston o'zini ruslab, qaddini tiklabroq o'tirdi. U kartada birini kekiribdi. Aroq kuchini ko'rsatdi. Uning ko'zi qaytadan qog'ozga tikildi. U o'zining boyqi xiyollarni qilib turgandimi, qo'lining to'xtamay xat yozayotganligini bayqadi. Uning qo'li avtomatik harakatlanayotgandek edi. Xatlarmi bayamqidek emir-chimir sat emas edi. Uning qalami siliq qog'oz ustida zo'q-sho'x bilan yugurayotdi. U cho'ng harflarda yo'g'on qilib mono xatlarni qayta-qayta yozib, qog'ozning yerimini to'shqizibdi. Xo'ja akani yo'qtayli. 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 U tuyuqsiz sarosimaga tushdi. To'lma g'alati ish. Amaliyotda bularni yezish hargiz xotirni boshlashdan xatarlik emas edi. U birdinla yezib bo'lganlarini yirtib etishni, hatto voz kechishni o'ylab qoldi. U undaq qilmadi. Chunki u endi voz kechganning foydasi yo'qligini biladi. Mayli u xo'ja akani yo'qtayli deganni yozsin, yozmasin, oqibat baribir o'xshash edi. U bu xotirni davomlashtirsin yoki davomlashtirmasin, farqi yo'q edi. Ideya soqchilari o'xshashla uni qo'lga oladi. Chunki u bir ig'ir jinoyat sodir qildi. Qalamni qog'ozga tekkizmagandimi, hammani o'z ichiga oladigan jinoyat bo'lmish ideya jinoyatini u allaqachon sodir qilib bo'lgan edi. Ular buni shundoq ataydi. Ideya jinoyati mangu yo'shirib qolib bo'ladigan jinoyat emas edi. Balkim bir mezgil yoki bir necha yil tutilib qolmay yuralishingiz mumkin. Ammo ideya soqchilarining qo'liga tushishingiz hamini muqarrar edi. Qo'lga elish to'la chog'larda kechsi ilib beriladi. Tuyuqsiz uyqudan silkib uyg'otilishingiz, mo'ringizdan tortqishlanishingiz, ko'zingizni ichib karvat beshida nurg'un kishilarni ko'rishingiz, ko'zingizga tutilgan chiroqlarning o'tkir nuriga duch kelishingiz tamoman tabiiy ish edi. Bundaq delolarning mutlaq ko'pchiligida so'roq xotirasi, qo'lga elish xotirasi bo'lmaydi. Ism familiyangiz barliq munosabatlik daftar,
kinishkilardan o'chiriladi. Barliq izingiz to'liq yo'qtiladi. Bir damdila talto'kuz unutiladingiz. Sizdek odam azaldan mavjud bo'lib baxmagan bo'ladi. Kishilar buni parg'a aylanish deb ifodalaydi. To'satdanlar uni bu xil bir xil jiddiylik qaplab oldi. U to'liq jiddiy yo'sinda qolaymaqonli xat yozishga boshladi. Ular meni etib etidi. Mayli korim yo'q. Ular mening orqa minamgil otidi. Korim yo'q. Xo'jakini yo'qtayli. Ular hamisha sening orqa minamgil otidi. Nem bo'lsa mayli. Xo'jakini yo'qtayli. U o'zini keyniga tashladi. U o'zidan sal nomus qilib qoldi va qalamini asta qo'ydi. Ondan keyinla u yana shartildatib yedishni boshlab ketdi. Eshik chekildi. Allaqachon u ushqandek, u choshqandek ishq bo'lib qoldi. U kim bo'lsa biror qitim chekib biqib ketib qolar degan umidda sal kutib baqdi. Ammo eshik yana chekildi. Kechiktirish texmi xatarlik edi. Winstonning yuragi ko'piltab so'qib ketdi. Uzoq muddatlik odat tufayli bo'lsa kerak, uning chiroyi yanala muzdek ifodasiz edi. U o'rnidan turdi va ig'ir qadamlar bilan ishga qarab mangdi.